Shoshilinch xabar: Toshkentda avariyada yo'lovchi halok bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Bugun 8-yanvar kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida Onix avtomobili gaz 63 yuk mashinasi bilan to'qnashib ketdi va oqibatda bir fuqaro vafot etdi. Bu haqda poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar beradi. Ma'lum qilinishicha, soat 5:00larda Mirzo Ulug'bek tumani Yangi O'zbekiston ko'chasining 2-darajali yo'lida 2004-yilda tug'ilgan haydovchi Onix rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib rul boshqaruvini yo'qotgan hamda yo'l chetida harakatsiz to'xtab turgan gaz 63 rusumli yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. YTH ortidan Onix rusumli avtomashina yo'lovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar IIBB tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalarini harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Xorazm viloyatida Nexia haydovchisi o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanayotgan Lacetti avtomashinasi bilan to'qnashib, so'ng yo'l chetidagi daraxtga urilgandi. YTH oqibatida Nexia haydovchisi vafot etgani ma'lum qilingandi.